Biznesmen, tadbirkor akalar shahar ichida yoki shahar tashqarisida shunchaki quruq yotgan, umuman foyda olib kelmayotgan yerlaringiz bor. Bunga sklad qurdirib, arendaga berib qo'ysanglar bo'ladi. Oyga stabilniy daromad olib keladi. Ayni vaqtda Andijonlik usta akani oldilariga yetib kelganmiz. 6 sotiqqa to'laligicha konteyner mahsulotidan sklad qurib beryaptilar. Bilamiz, konteyner mahsuloti juda sifatli bo'ladi. Uncha munchaga chirimaydi, zanglamaydi. Butun umr xizmat qilib beradi. Qolgan ma'lumotni usta akani o'zlari beradilar. Assalomu alaykum, bizni kuzatib boruvchi obunachi akalar. Bizning xizmatlarimiz O'zbekiston barcha hududlarida mavjud. Bizning xizmatlarimiz eng qulay fishkalaridan biri uy egasi materialni qayerdan olsamikin, ustani qayerdan olsamikin degan bosh qotirma bo'lmaydi. Obyekt topshiradi, obyektni qabul qiladi. Bu obyektimizga konteyner mahsulotining 6x6 profili, uzunligi 11.70 bo'ladi. Go'standa talablariga ham xudo xolisa javob beradi. Bundan tashqari, chorvador akalarimiz uchun molxonalar qurib beramiz. Zavodlar uchun skladlar qurib beramiz. Sexlar, ishlab chiqarish sexlariga skladlar qurib beramiz. Keyin namunali kottejlar oraliqlarini yopib beramiz. Shu xizmatlar xudo xolisa bizda mavjud. Usta aka 200 ming so'm ichiga nimalar kiradi? 200 ming so'mning ichiga shu fermaga ketadigan barcha materiallar, usta haqi, yo'l kira xarajatlari, elektron, bargali tosh, uydagi tunkasini olib beradi, tunkasini qotirib berish xizmati kiradi. Biznesmen, tadbirkor akalar kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda usta aka nomerlarini qoldiramiz. To'g'ridan to'g'ri o'zlariga aloqaga chiqinglar. Xudo xolasa ishlaringizni tez va oson, arzon narxlarda bitkazib berishadi.